daromad bor, pul kelmagan. Ikkinchisi, eng keng tarqalgan sabab bu siz mol yetkazib beruvchiga avans to'ladingiz. Masalan, tovar uchun, xizmat uchun yoki xomashyo uchun. Ya'ni bu deganiki, siz hali xarajat qilganingiz yo'q. Mol yetib kelgani yo'q, tovar yetib kelgani yo'q. Biroq pul chiqimi bo'ldi. Pulingiz ketdi-ku, pul chiqimi oshdi. Demak, qaranglar, foydanglar bor, biroq pulinglar kam chiqyapti. Demak, foyda bilan pulni qoldiq orasidagi farq turli sabablar asosida bo'ladi. Biz ikkitasini qisqacha ko'rib chiqdik siz bilan. Xulosa qilganda, qaranglar, foyda bu ma'lum bir qoidalarga tayangan fikr asosida shakllanadi. Pul esa bu moliyaviy haqiqat hisoblanadi. Agarda siz biznes egasi bo'lsangiz yoki rahbar bo'lsangiz, albatta moliyaviy savodxonligingizni oshiring va pul bilan foydani farqini o'zingiz aniqlashni o'rganing. Bu keys sizga qiziq bo'lgan bo'lsa, albatta obuna bo'ling.